Joriy yilning 20-noyabr kunidan 20-dekabr kuniga qadar respublikamiz bo'ylab o'tkazilayotgan xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaktik tadbiri davomida Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi va Davlat xavfsizlik xizmati viloyat boshqarmasi hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbirlar davomida jami 84 holatda 500 ming AQSh dollariga teng 82 kilogramdan ziyod giyohvandlik moddalari 328 ming dozaga teng daliliy ashyolar tezkor tadbirlarda olinishiga erishildi. Shundan geroin 10 kilogram 495 gram, opiy 30 kilogram 415 gram, gashish 40 kilogram 896 gram, marixuana 519 gram, ko'knor 328 gramni tashkil qiladi. Shuningdek 2326 dona kuchli ta'sir qiluvchi 4652 dozaga teng psixotrop moddalar olindi. Bu ko'rsatkichlar faqat bir oylik natija. Demak, tizimli kurash sezilarli darajada samara bermoqda. Giyohvandlik millat kelajagiga qarshi qaratilgan eng xavfli tahdid. Biroq xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaktik tadbir shuni yana bir bor ko'rsatmoqdaki, O'zbekistonda bu illatga joy yo'q. Huquq-tartibot organlari tomonidan olib borilayotgan qat'iy va maqsadli choralar hali ham davom etmoqda. Viloyat hududlarida tezkor reydlar kuchaytirilgan tartibda o'tkazilmoqda. Yurtimizda tinchlik, xavfsizlik va sog'lom kelajakni ta'minlash yo'lidagi ishlar izchil davom etadi.